Yaponiyaning Courage brendida tayyorlangan juda ham ming bir dardga davo dengiz o'simliklaridan tayyorlangan tish pastamizni obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu tish pastamiz haqiqatan ham ming bir dardga davo bo'lib, juda ozgina miqdoridan olib ishlatganda ham juda ham yaxshi ko'piradi. Ozginasini olamiz. Xuddi mana shuncha miqdorni suvga aralashtirib ichganda bolajonlarimizni qurtlari, ya'ni o'sha gijjalari ham tushmoqda. Ko'pirishini ko'ryapsizlar-a? Juda ham ajoyib ko'piradi. O'zi Green Leaf zubnoy pastalarini juda ham oz miqdorda olgan taqdiringizda ham juda ham ajoyib effekt berib ko'piradi. Shunda ham davolaydi. Ya'ni juda ham barakali demoqchiman. Qimmat deysizlar, u qimmat emas umuman. Ko'pirishini ko'ryapsizlar. Qancha oldim, qancha ko'pirdi. Ushbu zubnoy pastamiz hattoki tomoq og'riqlarini ham davolayapti. Shaxsan o'zimni bolamda tomog'i bo'g'ilib qolganida suvga xuddi shuncha miqdorda aralashtirib tomog'ini chaydirib yuttirganimda 3 marta shu holatni qayta takrorlaganimda tomog'i bittada ochilib ketdi. Ko'pirishini ko'ryapsizlar? Juda ham ajoyib, barakali, foydali, og'iz bo'shlig'idagi har qanday kasallikni davolab beradigan tish pastamiz. Ozginasi shuncha ko'pirib ketdi. Tishlaringizni ham xuddi shunaqa chiroyli qilib oqartirib tozalab beradi.